Namatay bu joyga polnisi namatay bog' qilgan ekanlar. Nima uchun mevali daraxt qilmagansiz, faqat namatay ekkansiz deyilganda, aka javob beryaptilar. Namatakda ham mevali daraxt foydasini qilsa bo'ladi. Keyin men ko'p safarda bo'laman. Bunga qaravi nimasi, faqat suvini ochib qo'yishadi. Uydagilar bo'ldi, unda xolasa mevasini beradi. Buni daromadliligi o'sha mevali daraxtni daromadliligi bilan bir xil dedilar. Xo'p. Namatakni ko'pchilik biladi. Ibn Sino bobomiz kitoblarda, yozuvlarda yozib ketganlar. Nimaga? Bu davo. Xo'p, ichki organizmda polnisi organizmda nimalarga dori, sovuqliklarga, shabadalanishlarda quvib chiqaradigan namatak bo'ladi. Uni iste'mol qilishligi, uni qanaqa qilib damlab ichishligini doktorlardan yoki tabobat bilan shug'ullanadigan tabiblardan so'rasalaringiz to'liq ma'lumot berishadi. Buni ko'p foydali tomonlari bor ekan. O'zlariga ham, sog'liqlariga, shabadalanishlarga, qishda juda ham ko'p damlama qilib ichamiz. Juda ham zo'rdilar. Asal bilan, toza asal bilan qaynatilgan holatda toza asal bilan ichsak, organizmlarga, so'g'liklarga juda ham foydasi zo'rdilar. O'sha Ibn Sino bobomiz hamma dardga, o'sha ichki organizmlar, shabadalanishlarga davo deb yozib ketgan ekanlar. Va xolasi mana shu bog'da juda ham ko'p bor ekan. Nomi namatak. Xo'p. Ko'rsak bo'ladi. O'tgan yilgi mevasi qurib qolgan. Shu. Qurib qolgan, tayyor. Bemalol mashina ham damlama qilib ichsa bo'ladi. Xo'p, bu joyga nima qilib berganmiz? Naves qilib berganmiz. Ограждение perila qilingan, xudo xolisi. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Bitta o'q bilan 3 ta quyonni ursa bo'ladi. Nima uchun? Mana qilib ограждение perila qilib ishlatsa bo'ladi. Keyin buni skameyka holati bor. Skameyka oyoqlari pastda stashkalar 0 ga qilganlardan keyin oyoqlari tekis bo'lgandan keyin xudo xolasi bemalol nima qilib skameyka bo'ladi inshaalloh. Keyin polnisi chachiladigan so'ri qilib berganmiz. Tapchan deyiladi, so'ri deyiladi, karavat deyiladi. Kimi o'zini tomonidan nima deyiladi so'rini? Belgilab ketsalaringiz bo'ladi. Bu joyga naves qilib berganmiz. Bu neobычный boshqacha naves. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasi. Xo'p. Bu qanaqa naves deyilganga, bu ruchno ochiladi, yopiladi. Nima uchun? Bu joyda ko'ryapsizlar, katish forma qilib solingan. Bu yerda naves qilib olingan o'zi qorong'i bo'lib qoladi. Buni ochganda ham yorug'lik, ham shaboda havo aylanishi bor. Shu uchun shuna qilib qilingan. Xo'p. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, xuddi shunaqa naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, buni 1 kvadratini butun O'zbekiston bo'ylab 500 ming so'mdan qilib beramiz. Hamma materiallar ichida bo'ladi. Ruchno ochilib yopiladigan bo'ladi. Faqat buni bitta sharti bor. 1 kvadrati 500 ming so'mdan 100 kvadratdan oshiq joyi bo'lganlarga. 100 kvadratdan joyingiz oshiq bo'lganda xolasi 500 ming so'mdan chiqadi inshaalloh. Bemalol kommentariyada namatak haqida, mana shu qilib bergan ishlarimiz haqida bemalol o'zlaringiz izohlaringizni, fikrlaringizni qoldirsalaringiz bo'ladi inshaalloh. Agar zakaz qiladigan bo'lsalaringiz, sizlarga ham xuddi shuna qilib ochilib yopiladigan qilib beramiz-da. Bitta tortni ochiladi. Havosi zo'r. Buna holatda oxirigacha, masjidgacha ochiladi. Inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar, agar sizlarga ham kerak bo'lsa, chiroyli qilib ishlaringizni bitkazib beramiz. Salom qo'yinglar.